Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz, zo'misizlar? Andijonga Shahrixon degan joyga ketayotgandim. Patardim oykasiga kirdik hozir. Necha pul tiqding? 10 so'm. Necha minutligini aytmayaptim? Vada ketdi. 495. 500 sekund berar ekanda. 500 sekund ekan. Patarni sentri bo'lish kerak mana shu yerda. Doim yoqib o'tayotganimda. Mana shu yoqqa nimaga jelenzlar orqadan o'tmasdan boradi shekilli. Patar yozib qo'yildi. Mana shu patar, moysan. 500 sekund ekan. Salqinga kelib o'tiryapsiz. Bet patar sentridim. Patar olma şey. Ha? Oyam yaxshi bo'ldi. Chislo nechi bugun? 32 ekan. Shahrixon, Andijon, Qo'qon qilib qarindoshlardan bir xabar olib kelaylik. 164 avtovokzal, medkollej, tamojenniy ekan. Marshrutka. Shunaqa gaplar. Mashina bir chayqaydi. Qora test bilan bo'laverar ekanda. Patar mı bedava? Bir patar. Patar ekan. Aniq. Sovet davrida masla zavod yo'q. Masla zavod? Mana masla zavod. Masla zavodda oldi ekanmiz Patarda. Oblast. Temnobod oblastida masla zavod edi mana shu. O'sha yerda olib ketardi bizlar. Yo'qdi. Yo'q. Zavod taxta yo'q. Serpo, Raypo, hamma setsalar. Shunaqa yig'illar. Patar City'da mana. Patar City. Patar City'da Toji Zarin bor ekan. Navbatlarni qilib chiqdi u mana. Granitsa. O'zi ham granitsaga kelib obed qilamiz. Vozni topshiramiz, qaytishda yana boshqatdan olamiz. Boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q deyak bor aka. Boshqa iloji yo'q endi ota deng. Ana kompyuter nima qiladi dedi. Betchi. Yaxda ekan. 164. Andijon viloyati. Nechinchi deydi bitta endi. To'xtagan yo'q. Stop yozib qo'ydik. To'xtab o'ting degan. Tomosha. Turibdan aytdim. To'xtamasa, yugurib chiqadi. Mana taraqqiyot bo'pti hamma yo'q. Yo'llar ajoyib. Andijon. Xo'sh, 90 Andijon 44, Shahrixon 20. Bizda. Tanirmikin bizni deydi. Bilmasam, bo'zmi bedami? Yo'q, nomerini ko'rib. Hozir ham bo'z deyiladim dada. Bo'z. Leon Daroga ekanda. Bo'zmi? Bo'stonmi? Shunaqa qilganmiz. O'shanda kelganimizda ham metr remont edi-yu. Endi asfalt qilibdi uni. Bo'z. Kengaytiribdi-da. Bo'zdan keyin Shahrixon keladim. Ha. Keldi u pashti Shahrixonga. Biz mana shu yerda yashagan. Qani pochcham magazinlari mana buni vermam dadash. Hozir ko'rsataman senga. Kirayli bir.
Bo'zi sentri. Bo'zi sentri. Belgili yostiqchi nomi nima? Ana o'ng qo'lda Abdulahad bomlari machiti mana. Nima? Ahad qorini. Abdul Ahad qorini machiti o'sha. Beton sivilizatsionni bo'lib ketibdi. Mana bu pochchamda magazini mana. Yo'qmi? Chap qo'lda. Bormi? Magazin? Mana shu magazinda o'ng qo'l bozor. Mana bu yerdan aradan avtovokzal bormidi? Shu avtovokzalida. Mana bu Abdulahad qorini machiti. Nima machit bu? Ha. Mana shu avtobus Sharxonga bo'lsa kerak. Shu yerda shu machitni orqasida aytdimi endi? Avtobosh bekat. Machit. Bo'zdagi YPX. Qildir boshimda olibdi. Yig'ishtirib qo'ysa yaxshimi? Круговая движение bormi shu yerda? Xirolib telefonni arib qo'ymasin. Yo'q. Oynani обогреву. Обогрев, лобового. Ana, dadam tug'ilib o'sgan mahalla. Hozir chap qo'lda keladim Dilshod akaning magazini. Betam qabriston ekan, yo'qman bu. Qaysi qabriston bu? Shamoltepa. Shamoltepa. Kim yotibdi u yerda? Sharapatinani qabristonlari. Andijon viloyati Shahrixon tumani ekan. Abdullayev Oliyorbek Jurayevich kelyaptilar. Tug'ilib o'sgan joylariga. Tug'ilib o'sgan joylariga. Nechinchi maktabda o'qigansiz ana bu yerda? Birinchi Lenin nomidagi birinchi maktab. Lenin nomidagi birinchi maktabda o'qigan ekanlar. O'sha 75 yil 78-yili bitirganman, 77-yil. Abdullayev Jo'ra bobomning nomlari. Mol doktor. Zamir ko'chasi. Zamir ko'chasi shundoq vokzalda hozir ko'rsataman, xudo xolasa yetib borsa agar. Yo'q, qabristongacha. Qabriston. O'sha ro'parasida pashti. Yetmasdan. Bobam, amakim, onam yotgan joydir ro'parasida-da. Ana Jo'ra boboyning aptekasi bor. Qayerda? Veterinarniy apteka o. O'ng qo'lda. Hozir ham. Endi hozir buzib tashlagandir. Shahrixon. Shu yerdan boshlanadimi endi? Dilshodagi magazini. Amakimda 24 turibdi-ku. Stroy Grand Sardor mana tantanalar saroyi. So'ng qaysi bo'ling? Yo'q. Ey. Yarim qilding. Торговый центр стройматериал. Он дорогой шекilli. Meni amakim mototsiklman.
Şuraya da sabbeniki qaysi. O mana bu biz kerak amakiniki. Tamam. Mana ama keyin boshdan tushamiz. Ana amakimnikiga ham yetib keldi, xudo xolasa. Amaki, yaxshimisiz? Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Ha. Salomon keldilaringmi? Ha, mana. Ahmad To'ra. Bahodir aka. Bahodir aka sizni so'rashyapti, salom deb qo'ying. Kimga aytay salom? Aytavering, kim tanisa Moskva. sizni? Ha. Moskvaliklarga bizdan salom. Hammalaringga salom. Salom. Mana Zamira kelinoyamiz. Qizim olib chiqib bering. Mana. O'tda turist. Mana bu o'zi. Shapkalar bilan javob o'tiribdi, shapkalar olchi. Bahodir aka. Ha? Mashat mana dadamni tug'ilib o'sgan hovlilari. Oğullar ha. Onun sariq ko'ynagi bor. Ha. Sariq ko'ynagini kiyib Moskvada yursam ham. Assalomu alaykum. YouTube tog'a yaxshimisiz? YouTube tog'a yaxshimisiz? YouTube. Shu bormaniki tanib olishganda sariq ko'ynagi. Shunaqa gaplar mana. Mana tovuqlar. Ta'mirdagi. Mana hozir endi yo'lga chiqishyapmiz. Mana hammamiz birgalikda Farruxjon, Hozir endi akam, rahmatli Rahim amakimnikiga boramizda endi. ha, Xudo xolasa. Xato qilib, yana shu yerga qaytib kelamiz. hammalaringga salom Sharxondan. Mana shu yerda mana akamni tug'ilib o'sgan joylar. Ahmadjon yo'lda mana. Labay. Oldin nima edi? Ko'chani nomi nima edi? Zamir. Zamir 25 edi. Zamir 25. Hozir endi nima? Hoshim Bobojonov. Hoshim Bobojonov mana. Hoshim Bobojonov. Endi o'zgarib ketdi hozir bu ko'chalarning nomi. Zamir ko'cha edi hozir mana arig'imiz. Mana shu ariq mana eski. Nomerini ham o'zgartirishibdi. Nomerni keyin o'zgartirishdi mana 25. Ha, 25 eski bobom urgan nomer turibdi. Ha, mana bu endi shunday bo'ldi. Hoshim Bobojonov. Mana Mana bu deydi. Bu o'sha Zamir ko'cha. Mana. Zamir ko'cha mana. Ariqlarni oling. Biz bu yerda kichkinaligimizda yurganimizda amaki mana bu soydek ko'rinardi bizga. O'zi kichkina ariq ekan-ku bu. Ariq, latoy. Vam kelin bo'lib tushgan joy. Zamir 25. Qarang, qarang. Chiqib kelsin u, chiqib ketsin. Teymasa kerak, yo teyadimi? Yo'q, tegmaydi. Kirdi-yu mashina. Teymadi. Yo teymadi kavasi. O'lchanga ham yo'q. Bir oldiga olib haydamadik. Kamerasi bor, qarang. Domon. Odam hech xabar bo'lmaydi. Sharxondan salom tashiylar. Hozir. Amaki ketdimi? Yaxshi shapkalarning bor. Ha. Ketamiz-ku, shaq ketamiz. Borib kelinglar, bo'pti, bor. Kelamiz o'zi Bodir aka. Ketdik.
Hozir chiqsin kelin. Ana, Abdullayev Alisher. ana, Bahodir aka, mana. Yo'q, Hamidjon yaxshi so'zlar. Odam bachaga. Nesametni qilib oladi. Kim o? Salomat bo'lsin. Hammasi oilaviy borishib, Baraka topsin. hozirga borib kelishdi. Kecha eslashdik, sizni ham esladik. Kecha kechqurun Rasmlarni ko'rdik. rasmlarni ko'rib bu yerda kamerada ancha gaplashdik. Hammalarini o'tganlarga haqiga duo qildik. Qolganlar salomat bo'lsin. Iloyim. Biz ham o'sha yerda endi otamizdan qolgan joylarni obod qilib, Yaxshi. zapravkalar qilib qo'yganmiz. Dom qurdik. Xursandmiz. Keling chiqing aka, oldiga chiqing. Sig'amizmi? Ha, sig'amiz. Yo, bismillah, man kelni ham oldiga o'tiraman, mana shunday mana. Ha, nimada? Knopka. Mana. Mana. To'g'ri Tojikiston. Qayerga olib borasiz endi kenaga? Tojikistonga ketamizmi endi? Ketdik Tojikistonga. Bor ekan-ku. Mavzuga mana. Men tamoshnida Dadam orqaga o'tirib qoldilar. Mashmashida ketaman endi bilmayman. To'g'ri tamoshiga. Men Jabroyev. Amin. Ketaveramiz. Zo'rg'a qo'yib yuborishdi. Sizni telefoningizda eshitib ketib turdim deng. Mana bu navis turibdi-yu. Aha. Mashet idorasi. Bu ham shu yerda ishlardimi? To'yxona, mashetda mana ark. Mashetda ishlardi. Ha, yaxshi. Nima yozgan ekan? Tuman markazi? Tuman markazi. Tuman markazi ekan bu. Bu yoq sentrda. Assalomu alaykum eng yaxshi quvurlar. Qabristoni. Xoraziy shoirimizni qabrlari mana. Xoraziy chetga yotibdilar. Kelib ketib o'qiymiz. Qabr ziyoratida kelib o'qiymiz. Mana qabr. Kichkina ekan-da. Xuryatxon buvimizning qabrlari. Assalomu alaykum ahli Assalomu alaykum ahli quvurlar. Bizlardan oldin kelgan ahli. Biz ham tezda keluvchimiz. Xuryatxon Sulaymon qizi. 75-yil qo'yganmiz. Leninobodlik ukalaridan Esdalik. esdalik. Hozir amakimni ham shekil qo'yildi deydi. Mashetdan olib kirdikda, Siz 10 yashar bo'lgan ekan unda. Ha, shunday. Kampiram mana. Mana Habibaxon ammamizni Abdullayeva Habibaxon. qabrlari. Abdullajon qizi. 24-yil, 2009-yil. Shunaqa ekanda bu dunyo. Bir kun kelish, bir kun ketish. Hozir bu yerda endi kim bo'ldi, amaki? Bu qabrda endi 75-yili bugun qo'yildi. 2005da dadamiz qo'yildi mana. Undan keyin mana 26-yilda Dekabrda. Abdurahimjon akam, ha.
Mana shu yerda mana uchovlari yotibdilar. Biz endi uspet qilib kelmadi u dekabrda, 2025 dekabrda. 75-yili ikkovi qabr qilingan ekan. Mana uni ham ichini ko'rdingda. Buni egasi yo'q edi, topilibdi yaqinda. Mana xuddi mana shunaqa bir xil. Qayga turilgan. Mana shu bugun o'lgan yillari ham o'lgan ekan kimdir. Ikkovi bir xil. O'sha vaqt ishlari ham zo'r bo'lgan ekan. Shunday turibdi ishlari. Shunaqa gaplar. Mana hozir bir pata qilamiz hozir. Fotiha. Keyin Xudo xolasa uylariga boramiz. Ma'rifatxonmi? Ma'rifatxon aka. Abdullayev. Bular ham Abdullayev ekanda. Familiyamiz bir ekan-ku. Endi ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله المولان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم rushlariga, ahli baytlariga, shoirlariga, sahoba ikrom va boshqa payg'ambarlarga qo'l ochib omin deganlarning ota avlodini Alloh xususan ibodat parvardigor bizlardan oldingi o'tgan avlod ajdodlarimizni halal xususan Abdullajon bobom, Sharafatxon enam, Jo'ravoy dadam, Xuryatxon bobom, Abdurahim aka. Sulaymon bobom, Kapayxon onam, Abdug'affar bobo, Yumrat kampir, Onajon kampir, Mamajon bobo, Tojiluso bobomiz, yana Jo'ravoy dadamiz va barcha o'tgan avlodi ajdodlarimizni, amma xolalarimizni, tog'alarimizni Parvardigor o'z rahmatingga olib qabrlarini qurg'ur qilib keng qilgin, oxiratlarini obod qilgin. Ro'zi qiyomatda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sharoitiga duo qilgin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya Mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rahmatika ya rahmat. Ro'molcha beraymi? Xo'raziy dafn etish joyi ekan.
Yangi yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Hammangizlar. Ha, patang. Yaxshimi? Buzingmisizlar? Salqin hisobon. Shetda ishlaydilar. Ha, Novvoy mana Novvoy. Qudam. Yo'qolgan mana shu yerda qarashyapti. Zamirga kirmaydi lekin. Yo'q, endi mana shu Zamir zo'la qilib dedi, ashlarni boshqaradi dedi. So'radim kelgan zot. Mana. Ozodbek aka. Ha, amaki? Rasmga olinglar uni. Shahrixon dehqon bozorimi? Mana shu Xitoylarda savdo markazi. Mana shu yerda. Yashin deb qo'yibdi-mi? Dunyo kiyimi. Yushiji. Xitoylar. New одежды. Ha, yurur. Narsa bozorga. Bozorga kelish kerak yo'qmi? Pastga tushamiz. Yo'llar yangi bozor. Pastami? Kartoshka 5000 so'mdan ekan. 5000 so'm. Kartoshka. Navbahor necha dedingiz ada? 136 mi? Navbahor 136. Rahim amakimni uylari ekan mana shu yerda. Ha? Olaylar bitta. Shunaqangi qilib aylanib yuramiz endi. Aylanish kerak ekan deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Kimda o'lisiz? Ravshan benim. Ravshanbek, otingiz nima? Yuzbari. Ha. Assalomu alaykum. Muhammad. Alaykum assalom. Muhammad. Ana kichkinasi ekan Muhammad. Muhammadjon. Assalomu alaykum. Bu chista Rahim amakimga o'xshabdi-yu bu. Assalomu alaykum. Mana Ravshanbeklar. Shumi? Qaysi birlari Abu Talha ekan? Ana. Ha, yaxshi. Zubayr mana. Qani katta akalari, kattasi? Oti nima edi? Oti nima edi? Abdulhamid. Ha, oson ekan. Malades. Yana bittalar. Qachondan beri? Hamid aka ekan. Barakalloh, barakalloh. Shunaqa qilib yuramiz endi. Dada ishlami? Joyi jannatda bo'lsin. Endi rozi bo'lasiz endi. Kilolar bitti. Shit yaxshi. Bularni betmakka kilolar. Chiqinglar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ruhlariga, ahli baytlariga, choriyozlariga, sahoba ikromlarga, boshqa o'tgan payg'ambarlarga. Qo'l ochib amin deganlarning ota avlod, ona avlod jamiga zatanlarga. Alal xususan ey pok Parvardigor, o'tib ketgan dadalarimizni, buvalarimizni, alal xususan Abdurahim akamni ruh poklarini Parvardigor shod aylagin. Joylarini jannatdan qiynib, qabr azoblaridan saqlagin. Namoyi amallarni o'ng tarafdan bergin. Oxiratlarini obod qilib, ro'zi qiyomatda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafoatiga loyiq qilgin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya Mavlana innaka antat tawwabur rahim. Qolganlarga Parvardigor sabri jamil, yaxshi sabr bergin Parvardigor, iymonlarini bor qilgin rahmatika. Allohu akbar. Mana ayam. Kattayam. Ayam rahmat. Rahmat akimni ayollari mana. Billa marojniy yedirgan olib ketyapti. Yo'q, turdik, biz tomonga ketyapmiz. Dadam orqada o'tiribdilar. Yangilik yo'qmi? Endi ayam, katta ayam, dadam, amakim ketib turuvdi. Bir yo'l farq tushamiz deb qoldilar, bilmadim, qaytlarni aylantirib kelasiz amaki? Ha, mana yerda anhor bor, soy. Ha. Salqinlagan edimda, jiyan. Sarixon soyni bo'yi. Ha. Shugiz bor yerda. Endi Shunaqa Dilshod akam aytdilar, legendarniy marojna bor, 50-50 dedi. sahar qiladi u odamni. Ha? Bo'lmaydimi? Limonad, Shakar. limonad ichamiz-da, bo'lmasa limonad. Mojito. Mojito ichamiz, mojito. Yalpizlik. Ha. Yalpizlik. Bo'pti. Savremenniy narsalar ichkinda unaqa. Bu qaysi ko'cha bu endi, amaki? Bu asha bizni ko'chamizni yonidagi G'aniyev. G'aniyev ko'chasi. G'aniyev ko'chasi. Shunaqa qilib endi amaki jiyan Sharxonda yuribmiz. Bir aylanib. Moskvada? Moskvada yurardik billa. Billa Moskvada yurardim. Shukr. Xudoga shukr. Mana qanday bo'ldi? Shunaqa. Assalomu alaykum. Rahmat aka, asl Tinch bo'lsin bala. Xo'p, mayli tinch bo'linglar sizlar ham bir. Xo'p, bir kelinglar Sharxonga mana. Ha. Salqin joylar bor. Mana Sharxon bozorida biz. Yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q. Mana biz somsalar. Amak ko'k somsami? Ko'k somsa, pirashki. Bo'pti, ochib bering bittasini yeylik-chi. Mana. Oching mana. Mana. Buni kimga oldinglar? Yo'q, uni haligi qarayapman. Mana, Usmonov, qarang. Mana. Mana. Original ko'kat somsa. Haqiqatda men mana shu deyman mana. Bu Sharxon adresini ayting-da, amaki, adresini. Mana Sharxongani pasti. Albatta olamiz. Umidjon chaqiring. Ha, sizga Namanganda? Ha, salom deyapti hammalaringga. Men taniyapman. Rossiyadan keldi. Shularni olgani. Mana shunaqa qilib ko'k somsalarni yeb, Mana olamiz. mehmon do'st. Mana opalarimiz yerda ko'k somsalar bor ekan. Qanday? Qanday? Sizga yoqdimi amaki? Ha, iya, mana. Men opam deyman, Dilbobga olib boraman, xudo xolasa mana. Bu yerda adresini ayting, amaki. Ha? Bu yerda adresini ayting, bu yerda adresini ham bilmayman. Karlinka, mana Dehqon bozorini Yo'q, Sharxon. Sharxon sentri. Mana shu Abdurahim boboni akami ulfati bo'ladi. Ulug' akam. Akami o'g'li Umidjonida. Mana. Ha, mana olyapman. Kelaverasiz. Mana hamma qanday somsalar bor. Sharxonga kelinglar. Mana sizlarni kutib olamiz. Mehmonlar. Ana, Kelinglar mana. kelaverasizlar. Kelaverasizlar mana. Mana. Svejiy hammasi. Hammasi haqiqiy zelyoniy. Ko'k somsa mana Ismaloq. Bo'ldi. Ha, keldimi? Bu endi zalimat. Shaharxonda Chakman bozorida. U bunchalik emas, to'g'ri keladi ashi. Anjommi bu? Anjomda ekanmiz. Andijon Jahon bozorida.
Tanışmısınız? Ha. Mana köylülerim olib sotadi-da, qochib beradi, sotadi. Ha, xaridorda yeb qaytib yubordilar. Odam dunyo bekatida mehmondir. Buni bilgan o'z nafsiga xor bo'lmas. Og'a ini agar bir tan bir jondir, boshqalarning qaramiga zor bo'lmas. Odam dunyo bekatida mehmondir. Buni bilgan o'z nafsiga xor bo'lmas. Og'a ini agar bir tan bir jondir, boshqalarning qaramiga zor bo'lmas. Mehr degan ko'ngildagi daryodir, usiz olam qup-quruq cho'l sahrodir. Yaxshi aka ota o'tgach otadir, oqibat bor xonadon hech tor. Farg'ona viloyati ekan. Yaxshi aka ota o'tgach otadir, oqibat bor xonadon hech tor. Nomard chiqar xushomad go'y ulfatdan, ehtiyot bo'l boringga do'st nomarddan. G'anim chiqar xushomad go'y ulfatdan, ehtiyot bo'l boringga do'st nomarddan. Jigaringdan o'zga senga kor olmas, oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Jigaringdan o'zga senga kor kelmas, oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Zanjir uvol qing'ir eshikka, yordam bersang bergil aqli yechikka. Tillo zanjir uvol qing'ir eshikka, yordam bersang bergil aqli yechikka. 10 ta o'rkach o'rnatsang ham g'utikka, u baribir tuya bo'lmas, nar bo'lmas. 10 ta o'rkach o'rnatsang ham g'utikka, u baribir tuya bo'lmas, nar bo'lmas. Ayo yoqib hoy havas deb choparsan, yaqinlarmas yotga quchoq ocharsan. Ayo yoqib hoy havas deb choparsan,
yaqinlarmas yotga quchoq ocharsan. Gar yo'qotsang yor ham do'st ham toparsan. Lek yo'qotsang ining qayta bor bo'lmas. Gar yo'qotsang yor ham mol ham toparsan. Lek yo'qotsang singling qayta bor bo'lmas. Lek yo'qotsang otang qayta bor bo'lmas. Lek yo'qotsang onang qayta bor